Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Bu video va bundan keyingi video aynan jigarida muammosi borlar uchun. Videoni keng tarqalishligi uchun, ko'proq odam ko'rishligi uchun bitta like, bitta kommentariy, podelitsiya qilib qo'yinglar. Hech bo'lmasam bir dona odam bo'lsa ham mana shu videodan ta'sirlanib, hayotini shakllantirsa, jigarini sog'lomlashtirib olsa, siz bilan bizning yutug'imiz bo'ladi bu. Hozir dunyo olimlari shu narsani isbotlab o'tdiki, jigarda muammosi bor odamni o'rganib chiqib, 70-80% jigardagi muammoni kelib chiqish sababi ruhiyat bilan uzviy bog'liq ekan degan xulosani berdi. Mana shuni isboti uchun Xudo xolasa keyingi videoyimda o'zimizni Andijonda bo'lib o'tgan voqea, jigar muammosi bilan kelgan akamizga shunaqangi bitta ish qilganmizki, maqsad o'sha jigarda kelib chiqqan sababini ongli tushunib olsin degan maqsadda qilganmiz uni. Agar ongli bu narsani tushunib olsa odam jigarida kelib chiqqan muammosini nima uchun qanday kelib chiqqanligini ongli tushunib olsa, uni oson yechib oladi. Sog'lomlashishligi oson bo'ladi. Xudo xolasa, akalar, Alloh nasib qilsa, shu akamizning hikoyasini keyingi videoyimda chiroyli qilib aytib beraman. Diqqat bilan eshitsalaring, albatta foydali bo'ladi. Buning uchun o'sha aytganim bitta like, bitta chiroyli kommentariy. Qancha ko'p odam eshitsa, shuncha foydali bo'ladi odamlarga. Bir dona odam bo'lsa ham deyapman. Sog'lom bo'lishligiga siz bilan bir sababchi bo'lib qolaylik. Bo'ldi. Yaxshi kunda ko'rishaylik, qadrdonlar.